Endi shu bugungi narxni hisoblab olamiz. Endi u narxlar yo'q lekin. O'shandan 5 o'tib berasiz. Yo'q, undan yuqori ketmaydi lekin. To'g'ri tushuning. Mashina yaxshi-ku, o'zi. Mashina yomon deyotganim yo'q, lekin endi narxi tushyapti-da. Mani qo'limda emas-ku. 500 berman. 40 dan O'zi bunaqa narx emas hozir o'zi. Mana bozorga ham olib chiqib ko'ring. Bozorga ham olib chiqib ko'ring. Narxni ola, hali ham buniki unaqa tashagani yo'q-ku. Siz u mashinani $1000 arzon olyapsiz, mendan olayotgan mashina. Buni 5 million arzon beryapsiz. To'g'risi-da. Mana o'tgan safar necha pulga dedim Genterani? 9000 dedik. Hozir 7,5 mingga olyapsiz. 9 minglik mashinada 7,5 mingga olyapsiz. Bundan 5 million yutqazyapsiz, undan 1,5 ming yutyapsiz. Mana 18. To'g'ri, lekin bu ham o'shandan qolishmaydi, xudo xolasa. Bu ham maza qilma narsalar, xudo xolasa. O'tgan safar ham berganimda mana olib borib yo'qmasa qaytib tashib ketaverasiz degan. Bu safar ham xuddi shunday. Masala yo'q.